Bitta narsani yaxshi bilib olish kerak-da. Maktabga, bog'chaga keldimi ota-ona? Birinchi bu oshxonadan proverka qilsin. Oshxonasini ko'rsin, nima beryapti bolamga. Bola o'sadigan-da. Uni energiyasi ovqat. Uni energiyasi kitob, uni energiyasi daftar emas, uni energiyasi ruchka emas, uni energiyasi ovqat. To'g'ri ovqatlantirilsa, dasturlansa shu narsa. To'g'ri dars berilsa, bola o'sadi, kelajagi bo'ladi. Siz upakovkani zo'r qiling, ichida qurtlagan bo'lsa, shikalat nima bo'ladi? Qurtlagan shikalat bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan narsa-da bu. Aylis 9 bo'lsa, aylis 15 olmaydimi, bilmayman, aylis 15 olib bo'lmasa kerak-ku. To'g'risi-da. Maktabimiz bu deydi, lekin ota-onalar kelib turib, shu oshxonani ko'rsat deganni ko'rsata olmadimi? U maktabga bolasini bermasin. Oshxonasini kelib ko'rsatyaptimi? Pazalista kelsin, ovqatini yeb ko'rsin, bersin. So'raydigan narsalar. Oshpazlar o'qiganmi? Litsenziyasi bormi? Sertifikati bormi? Necha yillik staji bor? Qaysi outsourcing firma ovqatlantiradi? O'zi catering qaysi biri? Kim o'zi ular? Shaxsan tushib gaplashishni maslahat beraman. Men o'zim ham ota-onalar bilan shaxsan gaplashaman.